Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel Chustda Tepaqo'rg'onda biz. Xo'p, shunaqasiga boshlangan, aylanib ketgan. Pastlarni o'zlari ochib qo'yishgan. Qimmat variantda devor mebel tayyorlaymiz. Bu yerda dushga yo'l ham bor. Tayyorlab sekin ko'rsataveramiz. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Xo'p, 100% korobkali, hamma javon. Xo'p, dushoviga eshik. Chiroyli yopib qo'ydik, joy ko'rinmaydigan qilib. Taraf shkaf, taxmon, bag'ri ham javon. Tayyor bo'ldi, ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, oq laminat bu. Oq laminatni faqat o'zida behol yo'li bor. E'tibor berib qaralsa, behol yo'li chiqadi. Bu g'o'dir-bo'dir bo'lib tashqariga urib turgan. Atrofini qora shakldan qildik. Xo'p, taxmoni joyi 100% korobka bo'lgan bu yerda xona. Polkali. Xo'p, asosiy joyimiz dushoviga o'tib ketish yo'li. Bemalol o'tib ketiladi. Oshxona vakuum, qora turbali ruchkalar. Xo'p, mashxonamiz mana shundoq aylanasiga mebel uchun 14 million so'm rasxod bo'ldi. 14 million so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalari kommentariyga kutib qolamiz.